Assalomu alaykum, hurmatli Farg'ona Marg'ilonlik aka-ukalar. O'zimizni yaqin akamiz Kamoliddin aka bozorda odamlarni og'irini yengil qiladilar, yonimizda ishlaydilar. Akamiz boshlariga bir yengil musibat tushib qolgan. Orqamizda ko'rinib turgan joy o'zlarining yotoqxonalari, ya'ni uylari yonib ketib qolgan. Shunga xalqimizdan ozgina yordam so'raymiz. Kimdirlar mablag' tomonlama, kimdirlar kelib mehnati bilan, kimdirlar duosi bilan yordam qilsalar juda ham xursand bo'lardik. O'zimiz Marg'ilonlik akamiz. Hozirda bizga asosiy zarur bo'layotgan narsa pul bilan ustalar bo'lyapti. Aka-ukalar, agar ustalikka ahli etadigan, ustachilikka ahli etadigan odamlar bo'lsa, kelib mana shu yerda bizga yordam beradigan bo'lsa, juda katta bizga yordam bo'lardi. Akam uylarini xalqqa yordam berib bitkizib yuborsak, shu savobga biz ham sherik bo'lib qolardik. Shu savobga sherik bo'lishlarini sizlardan ham so'rab qolamiz. Bunaqa katta proyekt bas, bitta hammom, bitta tualet, bitta oshxona qilib berishimiz kerak. Shunga iloji boricha maksimalni video tarqatinglar. Ehson qilaman degan, zakot beraman degan akalarimizga yetib borsa video juda ham xursand bo'lardik. Ekranda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Telefon qilsangiz o'zlari bemalol tushuntirib, uylarini ham kelib ko'rsatadilar. Kelib ko'rib ko'zlang bilan. Xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring bilan qurilishimizni bitkizib yuboramiz. Salomat bo'linglar.